Hammaga salom do'stlar, azizlar. Hamma bu epik uylar ikinci qism. Bugungi videoda to'xtali epik uy yasaymiz. Enderman qani? Qayerga ketdi? Mash Enderman zo'rda, yordamchi. Tak, bugün sizlar bilan aytib o'tganimdek ikkinchi qismda taxtali uyni bitirishim kerak. Bu juda katta uy bu ham. Xuddi mana bu o'rg'amdagi mana bunga o'xshaydi. Mana shunga o'xshagan uy bu ham. Bum! Da mana shu uy chiroylida, vatta. Mazza qilib quraman, menga hech kim xalaqit bermaydi. Lekin bitta xalaqit beradigani men bu uyni bitirmagunimcha qo'ymayman. Xuddi mana buni qiynalib tog'da teshib qurib. Lekin tog'da teshib qurdim. Menga foyda bo'ldi. Chiroyli uyim bor endi menda. Mana shu joyda meni kechirib qolasizlar. Shu joyda stop qilaylik. Hali sizlar kanalga obuna bo'ldingizmi? Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna va like bosib qo'ying. Keyingi safar yana bitta obuna sizlardan kutaman. Agar yana bitta obuna bo'lsanglar, men sizlarga yana bitta epikski uy qurishni o'rgataman, zamonaviysidan. Mazza qilasizlar, hamma qura oladigan kichkinagina sariq qora uycha. Da buncha uyni qayerdan bilasan deyapsizlarmi? Aytaymi, qayerdan bilaman? Menda hech qanaqa varaq yo'q. Avval survival qildim. Nezretli bronyalarga kuchaydim. Hattoki uni sehrlab bo'ldim. Keyin esa bu yerda o'tish kerak. Keyin esa menga bitta g'oya keldi. Sariq qora bitta uy quray dedim. Uni qurdim. Juda chiroyli chiqdi. Sharoiti ham gap yo'q sharoitiga. Mana shu uyni hozir sizlarga obzor qilmoqchi edim, lekin bitta taxtali uyni ham qilib beray. Yoshligimda faqat qurardim mana shu uyni. Agar o'rmonda bo'lsam. Shu payt kreativni bilmasdim, bu kreativni. Men videoni stop qilib, hozir mana bu yerlarni yoritib olaman. Tak, men pashti uyni yarmini bo'gach qildim, chunki bu uy bilan o'xshash. Ikkinchi marta aytaman. Uchinchi uy hammasidan qiyinroq bo'ladi. Hammasidan emas, monondan qiyinroq bo'ladi. Bu oddiy taxtani taq qo'yib ketish kerak. Lekin ancha katta uy. Malades. Buni o'zim miyam bilan o'ynab topdim. Bunaqa uy bilmayman qachon qurgandim. Avval qurardim. Stop, skameyka nimaga bu yerda? Bu yoqqa qurish kerak. Ha, bo'pti. Skameykani bu yoqqa qurib qo'yibman. Sindirmayman endi. Ikkita tomondan ham bo'ladi skameyka endi. Esimdan ham chiqib ketyapti bora. Birinchi bo'lib mana buncha mana bunday qilasizlar, keyin mana bunday
Bunday. Va bosh qismi tayyor. Bunday. To'g'ri bosim. Eng qiyini buni endirmen qiluvdi. Birinchi endirmen boshladi. Taxtani bu yoqqa qo'yib qo'ydi, men ham borib oldim. Qurib bordim. Tak, pashti bo'ldi. Hop. Bunaqa oson skameykani hech qachon qurmagansizlar. Qurib ko'ringlar, juda zo'r bu skameyka. Hali bitmadi lekin. Da takoy uy chiqadi bu. Xo'sh, endi maqtanavermasdan mana buni qurib chiqaman. Sizlarga bitta fokus ko'rsataymi? Qilich kerak-da menga qilich. Taxtada bo'ladi faqat, taxta qilichda. Hop. Bum. 1, 2, 3. Va yo, mana uyimiz tayyor. Aytsam tayyor emas. Xo'sh, patologni qilib olgunimcha yana stop qilaman. Takoy. Da men juda tez harakat qilyapman. Stop. Mana shu payt stop. Men hali to'g'ri qilishga shoshilyapman. Sharoitni birinchi qilaman. Men bu yerlar uchun jonimni berib quryapman buni. Lekin hech kim obuna bo'lmayapti. Endermanning aqli yaxshi ishlaydi bu. Hello. Hi deydi. Sizlar prosta eshitmaysizlar. Enderman boqish qanaqa? Dengizni o'rtasiga spawn qilib, atiga ikkita blok qo'yish. Keyin Endermanni spawn qildirish. Bu ham qiyin ish bo'lyapti. Shuning uchun yana stop qilish kerak. Va mana bitti. Bitirish ham qiyin bo'ldi. Mazza-yu bu. Ko'rgan odam buni parkur deb o'ylaydi. Parkur. Zato da qo'rqinchli parkur. Bu yerda joy yo'q pastda. Qaranglar, parkur. Pechkalarning tagida joy bo'lmaydi. Jump.
juda chiroyli qilib bezab chiqdim. Lekin pastki sharoit yo'q. Pastki sharoit keyinroq qilaman. Gap aytdim. Kim meni shunday bilmayman, lekin men charchab qolyapman juda. O'yinda stop qilishman, mashetda tugatishman. Chunki charchab qoldim men. Dame o'tin ham qilaman. O'tin qilsam yaxshi bo'lardi. O'tinni ham chotga o'tin qilish kerak. Pechkada yo'q qilish. Так. Ping, ping, ping. Eng mazza joyi hali kelmadi. Bu yerda tomosha qilish mazzali. Bu yerda tomosha qilsa qanaqa bo'larkan? Mazza-yu. To'g'risi mazza qiladigan darajada bo'libdi. Takoylardan biri bo'lyapti. Televizor ham qo'yaman. Balkim kerak bo'lar. Televizor. G'alati eshitilyapti. Televizor juda zo'r narsa, to'g'risini aytsam. Oppa, televizorda endi qanday qilsam bo'lar? Xo'sh. Bo'lmadi. Ha, bo'pti, mashina ham. Yo'q. Mana bu yaxshi. Taxtani nimaga? Ha, bo'pti, hech kim ko'rmasin deb bunday qilib qo'ysam yo'q. Hozir haqiqiy taxtani qo'yaman. Undan oldin
Bunday qilib qo'y. Televizor chotki. Keyingi xonani ham shunday qilib olaman. Ancha vaqt ketar ekan, shuning uchun videoni stop. Mana bu tomoni ham bo'ldi. Endi tomda qilsam bo'ldi. Dahshat o'yin chiqyapti. Bunga odamni ham kulgisi keladi, ham degisi keladi. Da hozir tomda qilaman. Do'stlar 3 soat bo'ldi. 3 soat bo'ldi. Boru telefonimiz zaryad tugadi. Voy. Bilasizlarmi, haligacha quryapman bu tom ulgurdi. Buni tomi cheksiz bo'lsa kerak. Shuning uchun videoni stop qilib turib, hozir tomini ham quraman-da, o'bshi. Hammasini ko'rsataman. Va uyimiz ham tayyor. Buni ko'rsanglar, dahshat. Uyimiz juda chiroyli chiqdi va hammaga xayr do'stlar.